Ton. Ushbu termin sizga begona so'z bo'lishligi mumkin. Yokida tonni nimaligini bilsangiz ham to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligingiz mumkin. Kelinglar qadrdonlar, bugungi videomizda ton o'zi nima? Tonni qanday xususiyatlari bor va qanday vazifalarni bajaradi? Ton hamyon ochish va tonni qanday saqlab olishlik, sotib olishlik yokida tonni yuborishlik yokida qabul qilishlik haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan avval sizlarga disclaimer bilan ogohlantirib o'tgan bo'lardim. Ushbu video shunchaki ma'lumot sifatida tayyorlandi. Biz sizni kriptovalyuta bilan foydalanishga da'vat etmoqchi emasmiz. Unutmang, har bir qonuniy harakatingizga o'zingiz javobgarsiz. Eslatma: O'zbekistonda kriptovalyuta rasmiy nazorat ostida bo'lmagan savdolar noqonuniy hisoblanadi. Ushbu qo'limda turgan qog'oz O'zbekiston Respublikasi valyutasi so'm hisoblanadi. Bunisi esa Amerika davlatining pul birligi dollar hisoblanadi. Bu esa 1 grammga yaqin tillo uzuk hisoblanadi, ya'ni oltin. Ushbu qo'limda turgan plastik karta UzCard. Bunisi esa xalqaro viza karta hisoblanadi. Hozirgi ko'rsatib o'tgan pul miqdorlarini elektron varianti hisoblanadi. Bunisi esa Sanoat qurilish bankidagi oltin raqami, ya'ni hisob raqami hisoblanadi. 1 gram oltinning narxi. Ushbu misollarni keltirib o'tishimdan sabab, demak pullar ikki xil ko'rinishda bo'lar ekan. Birinchisi qo'lingizga ushlaydigan pullar, ikkinchisi esa elektron pullar. Bugungi gaplashib o'tadigan mavzuyimizdagi ton ham elektron pullar kabi misol bo'la oladi. Ya'ni tonni ham telefoningizda elektron hamyonlarda saqlasangiz bo'ladi. Ton o'zi nima? Ton bu The Open Network blockchainida yaratilgan kriptovalyuta hisoblanadi. Ya'ni o'zini qiymatiga ega elektron kriptoaktiv hisoblanadi. Siz aytishingiz mumkin, Amerika qo'llab-quvvatlaydigan dollar orqasida turadigan tonni ham orqasida kimdir bormi? Bor. Albatta, o'zi asli tonni Telegram messenjeri asoschilari tomonidan yaratilgan hisoblanadi. Tonni asosiy maqsadi Telegram platformasini, ya'ni messenjerini integratsiyasini yaxshilash maqsadida yaratilgan kriptovalyuta hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi, hozir aytib o'tganimdek, Telegram ilovasini yaxshilash maqsadida ma'lumotlar almashish va to'lovlarni tezkor va xavfsiz tarmoq yaratish maqsadida yaratilgan kriptovalyuta hisoblanadi. Lekin hozirgi kundagi tonning asosiy vazifalarini bir nechtasini sanab o'taman. Ya'ni sizni shaxsiy kanalingiz yoki shaxsiy guruhingizdagi obunachilarni jonli obunachilar qilib ko'paytirish maqsadida Telegram tarmog'ida reklama qilish, ya'ni tonni evaziga target qilsangiz bo'ladi. Yokida ton evaziga Telegram Premium, username, foydalanuvchi nomlari, anonim raqamlar yoki Telegramdagi gifts, NFT sovg'alarini sotib olsangiz bo'ladi. Ushbu vazifalarni bajarishlik uchun sizda ton bo'lishlik kerak bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, menda ton yo'q bo'lsa, qanday sotib olishni bilmasam yokida kimdandir qabul qilmoqchi bo'lsam, qanday qabul qilib olaman deyishingiz mumkin. Tonni hozir diqqat bilan eshitib tursanglar, hamyon orqali qabul qilib olish, yuborish, ushbu narsalarni sizlarga o'rgataman. Tonni qabul qilishlik va yuborishlik uchun elektron hamyon kerak bo'ladi. Ushbu hamyon Telegramda mavjud bo'lib, qidiruv tizimiga wallet deb yozasizlar. Ya'ni Telegramning o'zida bor bu hamyon wallet, ya'ni botga start bosasizlar va kashalukni bosasizlar. Bosganinglarda ushbu hamyon kelib chiqadi. Bu hamyon murakkabroq. Bu hamyonda, ya'ni yangi foydalanuvchilar tushunishi qiyin. Hozir sizlar bilan bu hamyon bilan emas, boshqa Tonkeeper hamyoni ochib sizlarga ko'rsataman. Tonkeeper ochishlik uchun bizga Google qidiruv tizimidan Tonkeeper api deb yozasizlar va qidiruv berasizlar. Bu joyda birinchi chiqqan sahifani ustiga bosib, o'zingizga qulay telefoningizdan, ya'ni Android yoki iOS orqali ushbu hamyonni yuklab olasizlar. Bosamiz download APK. Ruxsat berish bosib yuklab olamiz. Hozir yuklab olganda yana davom etamiz.
Mana hozir ilovani o'rnatib oldik. Endi ilovaga kiramiz. Ushbu ilova qulay hisoblanadi. Bu joyda mavjud hamyonni import qilish yo'q, yangi hamyon yaratish. Yangi hamyon yaratamiz va bu joyga parol qo'yamiz. Ya'ni ilovadan foydalanishlik uchun parol. Endi keyinchalik Tonkeeper nomi, misol uchun hamyoningiz nomi RM. Davom etish. O'rgatadi sizlarga. Mana hamyon ochildi. Endi bu ton va dollar tizimida ishlayapti. Hozir bu joyda ko'rishingiz mumkin, qabul qilish, yuborish. Kimdandir ton qabul qilmoqchi bo'lsangiz, buni bosasiz va ushbu manzilingizni nusxalab o'sha insonga yuborasiz. U sizga ton yuborgan taqdirda ton mana bu joyda hisobingizda ko'rinadi. Agar sizda ton yuborishlik kerak bo'lsa, yuborishni bosasiz va bu joyga manzil, ya'ni o'sha insonni ton manzilini joylaysiz. Ya'ni ton manzilini joylab yuboradigan ton miqdoringiz bir dona tonni yuborasiz. Ya'ni balans yetarli emas deyapti. Davom etishni bosib, hozir ilovaga qo'ygan parolingiz orqali ton yuborasiz. Qabul qilib olish uchun esa ushbu havola orqali qabul qilasiz. Qadrdonlar, agarda sizga ton kerak bo'lsa, qanday olishlikni tushunmayotgan bo'lsangiz, Telegramdan murojaat qiling albatta. Ton olishlik bo'yicha ma'lumotlarni berib o'taman. Bugungi videomiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi videomizda Telegram kanalingizni yoki guruhingizni target qilib, jonli obunachilarni qanday qilib yig'ishlik haqida video tayyorlayman. Albatta bizga ton kerak bo'ladi. Tonni sotib olishlik bo'yicha ushbu manziliga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar.